Abror aka, ayollar haqida savol bermoqchiman. Ayollardan nimani o'rgandingiz? Xo'p, ayollardan juda ko'p narsa o'rgandik. Ayol deganda birinchi ko'zimizni o'rniga ona keladi. Bizga ya'ni evassiz qilingan yaxshilik, haqqi ado qilinib bo'lmaydigan qarzdorlik onadan qolgan meros. Onamni hurmat qilganim uchun hamma ayollarni hurmat qildim degan bir iqtibos bor. Ayollarni to'g'ri tushunish kerakligini o'rgandim. Ya'ni turmush o'rtoqlarim shunga o'xshagan munosabatlarda mukammal ideal shaxs yo'q. Xatosini qidirsangiz fazilatidan mahrum bo'lasiz. Shu mahbubiy tahallusida iqtiboslar ham yozib yuraman. O'shanaqa kunlarda shunga o'xshagan narsalardan ham yozgan ekanman. Ayolning mayda kamchiliklaridan ko'z yuma olmagan erkak uni buyuk fazilatlaridan bahramand bo'la olmaydi. Ayolning kamchiliklari bo'ladi. O'sha kamchiliklari uni go'zalligi o'zi aslida. Umuman kamchiligi bo'lmasa, hayot qiziq bo'lmaydi. Intrigasiz hayotmi? Shunga o'xshagan ayollar to'g'risida juda ko'p gaplarim bor. Endi meni ayol shunosam deyishadi.